13. Bab. Gerçi men yer yüzdeki her qandaq tilda, hatta periştlerinin tillerida so'zlayalisam-mu, lekin boshqalarga mehr muhabbetim bo'lmasa, so'zlarim quloq xushaqmaydigan daqdumboq yoki yiqimsiz qo'ng'iroq ovozdek bo'lib qoladi. Gerçi Xudoning vahiysini yetkizish qobiliyatim bo'lsa-mu, dunyoning butkul sirlarini bilsam-mu, Xudodan kelgan alohida bilimlarga ega bo'lsam-mu va tog'larni o'rnidan qo'zg'atalaydigan komil ishonchim bo'lsa-mu, lekin boshqalarga mehr muhabbetim bo'lmasa, hech nimaga arzimas bir odam bo'lib qolaman. Gerçi bütün melimni sadqa qilib berivatsam-mu, hatto Xudoning xizmatida jinimni qurbon qilib, tenimni o't ko'ydirilishiga rozi bo'lsam-mu, lekin boshqalarga mehr muhabbetim bo'lmasa, bu qilganlarimning menga hech foydasi yo'qdir. Mehr muhabbet sabrchan va mehribondir. Mehr muhabbet hasadxo'rlik qilmaydi. Maqtanchoqlik va takabburlikni qilmaydi. Mehr muhabbet adabsizlik qilmaydi. Shaxsiy manfaatni ko'zlamaydi. Oson ochiqlanmaydi va adovat saqlamaydi. Mehr muhabbet nohaqchilikdan xursand bo'lmaydi. Aksicha haqiqatdan xushal bo'ladi. Mehr muhabbet hammaga bardoshlik beradi. Hammaga ishonch bilan qaraydi. Hamma ishda umidvor va chidamliq bo'ladi. Mehr muhabbet mangu davomlashadi. Lekin Xudoning vahiysini yetkazadigan qobiliyat bo'lsa, hamon oxirlashadi. Muqaddas ruhning kuchi bilan o'ziga noma'lum bo'lgan tilda so'zlash oxir to'xtaydi. Xudodan kelgan alohida bilimlarmi oxirlashadi. Chunki bu alohida bilimlar cheklikdir. Shundaqla Xudoning vahiysini yetkazish qobiliyatimizmi cheklikdir. Bu dunyoning oxirlashishi kelganda bundaq cheklik qobiliyatlarningmi hojati qolmaydi. Bu xuddi bolalik vaqtimizda bolalarcha so'zlab, bolalarcha o'ylab, bolalarcha muhokama qilib, cho'ng bo'g'inimizda bolaligimizni tashqinimizga o'xshashdir. Biz sus ko'rinadigan aynak orqali ko'rayotganligimiz uchun hamma narsani g'ova ko'ramiz. Lekin kelgusida bo'lsa, yuzma-yuz ko'ramiz. Hozir mening Xudo to'g'risida bildiğinim cheklikdir. U vaqt yetib kelganda, Xudo meni to'liq bilgandek, menmu hammani to'liq biladigan bo'laman. Mana bu dunyoda e'tiqod, umid va mehr muhabbatdan iborat bu uchi davomliq mavjud bo'lib turdi. Bularning ichida eng ulug' bo'g'ini mehr muhabbatdir.